Xush kelding yangi kun, xush kelding Navro'z. Barchangizni Navro'z ayyomi bilan tabriklagan holda Ishonch televideniya kompaniyasi ijodkorlari aynan ushbu jarayonlarni sizlarga yetkazishda, yoritishda o'z ishini boshladi va xabaringiz bor, ushbu bayram barcha respublikamizning barcha hududlarida ko'tarinki ruhda nishonlanishi odat tusiga kirgan. Bugun ham viloyatimizning asosiy bayram sayllariga, tantanalarga start berilmoqda. To'g'rimi Dildoraxon? Albatta juda to'g'ri aytdingiz. Qalblarga quvonch ulashuvchi yasharish ayyomi har yilgidek viloyatimizdagi muhtasham san'at saroyida juda ham chiroyli kayfiyatda boshlanmoqda. To'g'ri, va bugungi o'sha konsert dasturlari, milliy qadriyatlarimiz o'rin olgan sahna ko'rinishlar hamda milliy taomlar sayli ham bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Demak, barchangizni muhtasham san'at saroyi binosida kutib qolamiz. Odamlarimiz xush kayfiyatda xiyobonga tashrif buyurishyapti. Ularning yuz ko'zlaridagi quvonchni, shodlikni ko'rib ilg'ash mumkinki, vafodoshlarimiz, xalqimiz mana shunday xalq sayllarini juda sog'inishgan. Bugun albatta xiyobonda o'tayotgan Navro'z sayli tadbirlari bir-biridan qiziqarli taassurotlarga, qiziqarli lahzalarga boy bo'lishi tabiiy.